Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtanlar ekranımızda olsun. BDT və Uyğurlar Taylanddakı Uyğurlar üçün hərəkətdə. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Ali Komissari İşxanası 21 yanvar Tayland hökumətiga qarata bayonot e'lon qilib, Taylanddagi 48 Uyg'urning Xitoyga qaytarilmasligini talab qildi. Mazkur bayonotda kishilik huquq mutaxassislarining so'zlariga o'rin berilgan bo'lib, agar ular Xitoyga qaytarilsa, qattiq qiyin qistoqqa va inson qalbidan chiqqan muomalaga uchraydiganligi alohida ta'kidlangan. BDT mutaxassislari bayonotda yana Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zulmlarining isboti borligini, musafirlarni qiyin qistoq va zo'ravonlikqa uchrash xavfi bo'lgan davlatlarga qaytarishning xalqaro qonunga xilof ekanligini eskartgan. Mazkur Uyg'urlar 2014-yili Taylandga qochib chiqqan 350 musafirning qoldiqi bo'lib, 11 yildan buyon nazorat ostida tutib turilmoqda. Bu jarayonda 5 kishi, jumladan bir qancha yosh bola nachar turmush va davolanish sharoiti tufaylidan hayotidan ayrilgan. Texmo echinarligi ular bugunga qadar BDT kishilik huquq yoki musafirlar ishlari komissarligi vakillari bilan ko'rishish fursatiga erishalmagan. 19 yanvar Dunyo Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas boshchiligidagi hay'at Taylandga ziyoratga borgan bo'lib, hay'at Amerika, Angliya, Kanada qatorliq davlatlarning elchixonalari, Tayland hukumati va parlament a'zolari bilan ko'rishib, mazkur Uyg'urlarning ig'ir ahvolini muzokara qilgan. Roshan Abbas xonim yana mazkur Uyg'urlarning uzun muddat qamab qo'yilishining xalqaro ko'chmanlar qonuni, kishilik huquq ahdnomasi va qiyin qistoqqa qarshi turish kelishimiga xilof ekanligini ta'kidlagan. Mazkur Uyg'urlarning ovozliq chaqirig'i o'tirg'a chiqqandan keyin dunyoning har qaysi joylaridagi xalqimizning va xalqaro jamiyatning diqqati qaytadan Taylandga markazlashgan bo'lib, Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi, Dunyo Uyg'ur Qurultiyi va boshqa bir qism Uyg'ur tashkilotlari, siyosiy faoliyatchilar darhol Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi, Amerika, Germaniya, Turkiya qatorliq davlatlarni o'z ichiga olgan ko'plagan davlatlarning hukumat xodimlari va parlament a'zolari, shundaqla har qaysi xalqaro kishilik huquq tashkilotlari bilan ko'rishdi. Amerikaning ba'zi davlat majlis a'zolari va tashqi ishlar ministrligi inkos qaytirib, Taylandni mazkur Uyg'urlarni Xitoyga qaytarmaslikka chaqirdi. Shundaqla Turkiya, Gollandiya, Shvetsiya, Germaniya, Norvegiya, Angliya, Yaponiya, Kanada, Amerika va Avstraliya qatorliq davlatlardagi Uyg'urlar Tayland elchixonalari oldida namoyish o'tkazib, mazkur Uyg'urlarni qo'g'dashni, Xitoyga qaytarmaslikni va uchinchi bir davlatga qo'yib berishni talab qildi. BDT kishilik huquq mutaxassislari bayonotida Tayland hukumatiga musafirlarga zarur bo'lgan turmush sharoiti va davolanish imkoniyati yaratib berish, mazkur Uyg'urlarning qonuniy vakili va advokatlari bilan BDT organlarining uchrashishiga yo'l qo'yish, Xitoyga qaytarish planini darhol to'xtatish qatorliq talablarni qo'ydi. Dunyo Uyg'ur Qurultiyi hay'ati 21 yanvar Taylanddagi faoliyatlarini tugatibla Yaponiyaga qaytib, mazkur 48 Uyg'ur haqida Yaponiya parlamentida uchrashishlarda bo'lgan. Amerika tashqi ishlar ministri Xitoyga qarshi diplomatiyani boshladi. Amerikaning yangi tayinlangan tashqi ishlar ministri Marco Rubio vazifa o'tkazib olgan tunji kunida muhim diplomatik faoliyat boshladi. 21 yanvar kuni, ya'ni Trump hukumati ish boshlagan kunning ertesida u Washingtonda 4 davlat ittifoqi tashqi ishlar ministrlari bilan muhim yig'in o'tkazdi. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, Rubioning Yaponiya, Hindiston va Avstraliya tashqi ishlar ministrlari bilan o'tkazgan bu yig'ini Xitoy tahdidiga qarshi turish strategiyasining bir qismi ekan. Bu yig'in Trump hukumatining Xitoyga taqobil turishni asosli diplomatik kun tartibi qilganligini ko'rsatib berdi ekan. Prezident Trump yangi hukumatning vazifa o'tkazib olish murosimiga bu uch davlatning tashqi ishlar ministrlarini alohida taklif qilgan bo'lib, bu qadam Amerikaning Hind-Tinch okean rayonidagi hamkorlikni texmo kuchaytirish niyatini namoyon qilgan. Bildirilishicha, bu qatimqi 4 davlat tashqi ishlar ministrlari yig'ini kelgusida o'tkaziladigan 4 davlat rahbarlari yig'inining tayyorlik bosqichi bo'lib,
bu ittifoqning Xitoyga qarshi hamkorligining yangi bosqichga ko'tarilganligining ishorati deb qaralmoqda. Filippin bilan Amerika Janubiy dengizda birlashma manevr o'tkazdi. Filippin bilan Amerika Janubiy dengizda 2025-yildagi tunji qatimliq birlashma dengiz manevri o'tkazgan bo'lib, bu xil vosita orqali Xitoyga signal bergan. Amerika ovozining xabar qilishicha, Filippin qurolli qismlari Filippin bilan Amerikaning Janubiy dengizda bu yilgi tunji qatimliq birlashma manevr o'tkazganligini aytgan bo'lib, bu harakat Xitoyni bearam qilishi mumkin ekan. Filippin armiyasining bayonotida ko'rsatilishicha, Filippin taraf 17 va 18 yanvar kunlari G'arbiy Filippin dengizining Palawan rayonida Amerika bilan dengizda hamkorlashish harakati nomli manevr o'tkazgan. Bu 2023-yili 11-oyda boshlangan birlashma manevrning 5-qatimligi ekan. G'arbiy Filippin dengizi bo'lsa, Filippin taraf Janubiy dengizdagi xos iqtisodiy rayonga qo'ygan nom bo'lib, Filippin prezidenti Ferdinand Marcosning boshchiligida Filippin bilan Amerikaning davlat bexatarlik hamkorligi kuchaygan. U Amerika hukumatiga yaqinlashishga moyil bo'lib, Amerika armiyasining foydalanishiga bo'ladigan harbiy bazalarni kengaytirishiga ruxsat qilgan. Buning ichida Tayvanga yaqin joylashgan aslahalar bor ekan. Bu qadimgi birlashma manevrga Amerika Carl Vinson aviamatga zarba berish atirtini qatnashtirgan bo'lib, uning ichida boshqariladigan bomba saplangan chorlag'uchi paraxod, qo'g'lag'uchi paraxod, tikuchar va urush aeroplani bor ekan. Filippin taraf bo'lsa, manevrga qo'g'dug'uchi paraxod, chorlag'uchi paraxod, 2 F-50 urush aeroplani va havo armiyasining qutqizish kuchlarini avatgan. Filippin qurolli qism ommaviy ishlar ishxonasining bildirishicha, 17 yanvar qismlar aloqa tekshirish manevri, qismga bo'linish taktikasi, suratga elish manevri qatorliqlarni ijro qilgan. 18 yanvar qatnashuvchilar o'xshamagan tipdagi aeroplanlarning havo urushi mashqini qilgan. Trump TikTok haqidagi ijroiya buyrug'iga imzo qo'ydi. Trump vazifa topshirib olib Oqsaroyga kirgandan keyin Xitoy abditali TikTok to'g'risidagi ijroiya buyrug'iga imzo qo'yib, appga aloqador cheklimini kechiktirdi. Donald Trump 20 yanvar o'tkazilgan qasam berish marosimida vazifa topshirib olib, Amerikaning 47-navbatlik prezidenti bo'ldi. Amerika ovozining xabar qilishicha, Trump prezidentlik vazifasiga o'ltirgan tunji kuni Xitoy abditali TikTokni cheklash qonunini ijro qilishni kechiktiradigan bir ijroiya buyrug'iga imzo qo'ygan. Shuning bilan birga kelishim hosil qilinmasa, Xitoyga qo'shimcha boj qo'yish mumkinchiligi to'g'risida ogohlantirish bergan. Trump Amerikaning TikTokga egidorchilik qilishiga yo'l qo'yadigan, shundaqla uning Xitoydagi ona shirkati ByteDance bilan hamkorlashishni davomlashtirishiga ruxsat qiladigan planni tasdiqlashi mumkinchiligini bildirgan. Bu buyruqda aytilishicha, bevosita cheklashning o'rniga uchur maxfiyatligi masalasini hal qilish uchun 75 kunlik vaqt berilgan. Ammo ba'zi Cumhuriyatchi Avom palata a'zolari Trumpning planiga qarshi chiqib, TikTokning Xitoy bilan bo'lgan munosabatini uzishi kerakligini ta'kidlagan. Trumpning pozitsiyasi 2020-yili ta'kidlagan cheklashdan hozirgi TikTokni qutqizishga o'zgargan. Aloqador xabarlarda qayd qilinishicha, navbatda Trump hukumatining Xitoy siyosati haqida turli faraz va analizlar o'tirg'i qo'yilayotgan bo'lib, analizchilar uning vazifaga o'ltirgan tunji kunida xalqaroning kutganidek Xitoyga qarshi qattiq qo'l siyosatlarni o'tirg'i qo'ymaganligini, ammo Xitoyga qarata qattiq maydonining o'zgarmaganligini, buning keyingi qadamda o'tirg'i chiqishi mumkinligini bildirishmoqda. Filippin Xitoy josuslari va sheriklarini qo'lga oldi. Filippin Xitoyga josuslik qilish bilan shug'ullangan Xitoy gumondor va uning sheriklarini qo'lga olgan. Amerika ovozining xabar qilishicha, Filippin doiralari 20 yanvar josuslik faoliyati bilan shug'ullandi deb gumon qilingan bir Xitoy fuqarosi va uning 2 filippinlik sherikini qo'lga olgan. Harbiy o'rinlarni ko'zitishga ishlatilishi mumkin deb qaralgan uning egidorchiligidagi uskunalar musodara qilingan. Reuters agentligining xabar qilishicha, tekshiruvchilar bu gumonli shaxsning Deng Yuancheng ismli Xitoy ekanligini, uning Xitoyning sharqiy qismidagi Jiangsu o'lkasi Nanjing shahridagi Xitoy armiyasi quruqliq armiya injenerlik universitetiga tava ekanligini muayyanlashtirgan. Filippin davlatlik tekshirish atriti amaldori dushanba kuni o'tkazilgan axborot yig'inida
mazkur Xitoyning doirlar izchil nazorat qilib kelgan bir guruhining a'zosi ekanligini bildirgan. İstihbarat uçurlarının ko'rsatishicha, ular harbiy o'rinlarni o'z ichiga olgan muhim ul aslahalarni yushurun tekshirgan. Bu joylarning ba'zilari harbiy kelishim bo'yicha Amerika armiyasining kirishiga ruxsat qilingan bazalarni o'z ichiga oladi ekan. Xitoyning Maniladagi elchixona xodimlari bu haqda savollarga texi javob bermagan. Yaqinqi yillar mobaynida Xitoyning har qaysi davlatlardagi josuslik faoliyatlari va josuslari orqama-orqa pash bo'layotgan bo'lib, davlatlarning yuqori darajalik va maxfiy organlarigacha Xitoyning qora qo'li so'zilganligi diqqat qo'zg'amoqda va hukumatlarning sezgurligini oshirmoqda. Uyg'ur tashkilotlari va Tibet tashkilotlari Xitoyga qarshi hamkorlikni kuchaytirmoqda. Hindiston Uyg'ur jamiyatining raisi Vasim Abdullah va uning hamrohlaridan tarkib topgan hay'at Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligiga vakolatan 20 yanvar Hindistonning Dharamsalada turishliq Tibet yoshlari qurultiyining muavin raisi Tashi Targiyal bilan ko'rishgan. Ikki taraf suhbat jarayonida kun tartibidagi masalalar haqida fikr almashtirgan hamda Tibet xalqi va Sharq Turkiston xalqining Xitoyga qarshi kurashlarida hamkorlashish to'g'risida kelishgan. Hindiston Uyg'ur jamiyatining raisi Vasim Abdullah boshchiligidagi hay'at 21 yanvar yana Dharamsalada Tibet xalqining Xitoyga qarshi mustaqillik yo'lida kurash qilayotgan Erkin Tibet o'quvchilari tashkilotini ziyorat qilgan. Ular bu jarayonda Tibet va Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun rayonda Xitoyga qarshi qilayotgan harakatlarda hamkorlashish va kuch birligi hosil qilish to'g'risida kelishgan. Hindistonda turishliq Uyg'ur jamiyati bultur 9-oyda qurilgan bo'lib, Vasim Abdullah Hindiston Uyg'ur jamiyatining raisi va Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlari birligining Hindiston vakili bo'lib tayinlangan edi. Jamiyat qurilgandan beri Sharq Turkiston masalasini Hindistonda kun tartibga keltirish uchun tirishchanlik ko'rsatmoqda. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.